نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفداء. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، Tadvin Sunna kitobidan darsimizni davom ettiramiz. Biz ikkinchi faslga kelib to'xtagan ekanmiz. Al-Kutubu Sitta, mashhur 6 ta kitob haqidagi mavzuga kelib to'xtagan ekanmiz. Muallif rahimahulloh aytadilarki: "Qala al-Hafiz Abu al-Hajjaj al-Mizzi." Mizzi rahimahulloh aytadilar deydi. Mizzi rahimahulloh Ibn Kathir rahimahullohning ustozlari, qaynotalari bo'ladi dedik. Aytgan ekanlarki: "Va amma sunnatu fa inna Alloha waffaqa laha huffazan arifin va jahabidatan alimin va sayarifatan naqidin." Ammo sunnatga keladigan bo'lsak, Alloh taolo bu sunnatni saqlash uchun, ya'ni Alloh taoloni yaxshi tanigan hofiz muhaddislarni va jahabidatin alimin deyapti. Buyuk allomalarni va sayarifatin naqidin, hadislarni tanqid qiladigan, zaifini sahihdan ajratadigan olimlarni muvaffaq qildi, nasib qildi deyapti. Sayarifa o'zi asli tilloni zaifligi, sof tillomi yoki sof emasmi ajratib beradigan sarrohlarga aytiladi-yu, zargarlarga. Lekin bitta maqsad hadisni zaifi, sahihni ajrata biladigan olimlarni nasib qildi deyapti. Yanfuna anha tahrif al-ghalin va intihal al-mubtilin va ta'wil al-jahilin deyapti. Ular sunnatni shu haddidan oshgan, g'ulu ketganlarni noto'g'ri talqinlari va intihal al-mubtilin, ya'ni botil da'volar bilan o'zini islomga nisbat berganlarni, quruq da'volarini, johillarni ta'villaridan sunnatni tozalashadi. فتنوعوا في تصنيفها وتفننوا في تدوينها على أنحاء كثيرة وضروب عديدة حرصا على حفظها وخوفا من إضاعتها. Ular shu sunnatni saqlash, uni yo'q bo'lib ketishlikdan, zoya bo'lishlikdan, ya'ni sunnatni saqlashga haris bo'lib, uni zoya bo'lib ketishligidan qo'rqib nima qilishdi? Tanawwa'u fi tasnifiha deyapti. Har xil uslublarda shu sunnat borasida kitoblar yozishdi. تفننوا في تدوينها على أنحاء كثيرة وضروب عديدة. Bu ham o'sha ma'noda, ya'ni har xil uslublarda, har xil shaklda nima hadis kitoblar yozishdi deyapti. Va kana min ahsaniha tasnifan va ajwadiha ta'lifan. Yozilish jihatdan eng yaxshirog'i hadis kitoblarining orasida, tuzilish jihatdan eng sifatlirog'i va aksariha sawaban, to'g'rirog'i, va aqalliha xatoan, xatosi kamrog'i jihatdan, va a'ammiha naf'an va a'wadiha fa'idatan, eng manfaatlirog'i, va a'zamiha barakatan, barakasi ko'prog'i, va aysariha ma'unatan, ya'ni osonrog'i, va ahsaniha qabulan 'inda al-muwafiq wal mukhalif, hatto muvofiq bo'lgan, muxolif bo'lgan tarafga ham qabul qilingan bo'lgani, va ajalliha mawdi'an 'inda al-khassati wal 'amma, olimlar va ommalar nazdida eng hurmatga sazovor bo'lgani. Mana bu 6 ta kitob deb hozirgi Kutubu Sittani sanab o'tadilar. Sahihu Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Buxoriy birinchisi, shu Muhammad Imom Buxoriyning sahihlari, thumma Sahihu Abi al-Husayn Muslim ibn Hajjaj an-Nisaburi, thumma ba'dahuma Kitab as-Sunan li Abi Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani, thumma Kitab al-Jami' li Abi Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi, thumma Kitab as-Sunan li Abi Abdurrahman Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i, thumma Kitab as-Sunan li Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Ma'ruf ibn Majah al-Qazwini va illam yablugh darajatahum deyapti. Demak, shu 6 ta Kutubu Sittani ashoblarini zikr qilib, kitoblarni zikr qilib, shu hadis kitoblarining ichida mana shu yuqoridagi sifatlar bilan sifatlanganlari mana shu kitoblar deyapti. Ibn Mojaga kelganda yuqoridagilarni darajasida bo'lmasa ham, lekin bu ham shu 6 ta kitob ichiga kiritilgan. Endi biz aytdik, ba'zi ulamolar uni o'rniga Imom Muvattoni kirgizgan dedik o'tgan darslarda. Ibn Mojani o'rniga Imom Malikning Muvattosini 6-kitob tarzida zikr qilganlar bo'lgan. Lekin keyinchalik Kutubu Sitta desa shu Ibn Mojaning sunanlari nazarda tutiladi shu 5 ta kitob bilan. Keyin aytibdilarki: "Va li kulli wahidin min hadhihi al-kutubi as-sittati mizatuha mizatun ya'rifuha ahlu hadha ash-sha'n." Mana bu 6 ta kitobda har birini o'ziga xos bir xususiyatlari bor. Buni o'sha mutaxassislar, hadis mutaxassislari buni yaxshi biladi deyapti. Fashtaharat hadhihi al-kutubu bayna al-anam
Mana bu kitoblar xalq orasida shuhrat qozonib, va intasharat fi biladil islam, islom diyorlarida keng yoyildi. Va azumal intifa'u biha, juda ham katta manfaati bo'ldi bu kitoblarni. Va harisat tullab va tullabul ilmi ala tahsiliha, tolibi ilmlar buni o'rganishga qattiq kirishishdi. Va sunnifat fiha tasanif, bu haqida juda ham ko'p kitoblar yozildi. Va ulliqat alayha ta'aliq, ya'ni ular haqida xilma-xil izohlar yozildi. بعضها في معرفة ما اشتملت عليه من المتون وبعضها في معرفة ما احتوت عليه من الأسانيد وبعضها في مجموع ذلك. Yani bu asarlarni ayrimlari shu mazkur kitoblar o'z ichiga olgan matnlar haqida bo'lsa, boshqa ba'zilari bu kitoblardagi sanatlar, ba'zilari bo'lsa majmu' zalik ikkalasini jamlagan. Ya'ni shu kitoblar haqida, matnlari haqida, alohida sanatlari haqida yoki ham matn ham sanatlari haqida bir qancha kitoblar yozilgan bu kutubi sittaga taalluqli nimalar. Endi har bir kutubi sittani har biriga alohida to'xtab o'tadi. Birinchisi shu bugungi darsimizning mavzusi Sahihul Imom al-Buxoriy, Imom Buxoriyning sahihlari. Imom Buxoriyning sahihlari. Xo'p, Imom Buxoriyning sahihlariga taalluqli bir qancha ma'lumot beradilar. 11 nuqtaga to'xtab o'tar ekanlar. 11 ta nuqtaga to'xtab o'tadi. Birinchisi al-muallif. Sahihul Buxoriyning muallifi kim? Birinchi nuqta demak muallif Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira al-Bukhari al-Ju'fi mawlahum شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أمير المؤمنين في الحديث صاحب التصانيف الكثيرة كان مولده في شوال سنة 94 و100 مات سنة 56 و200 للهجرة. demak muallif hammamizga ma'ruf shu Muhammad ibn Ismail Buxoriy rahimahulloh bo'ladilar. Tug'ilgan yillari 194-yil, hijratni 194-yili tug'ilib, hijratni 256-yili vafot etgan rahimahulloh. Ismul kitab, kitobning ismi ishtahara baynal ulama bi Sahihil Buxoriy. Ulamolar nazdida qisqartirilib Sahihul Buxoriy degan nom bilan mashhur bo'lgan kitoblari. Amma ismuhu kama wada'ahu muallifuhu, ammo muallif rahimahullohni o'zining, ya'ni Imom Buxoriyning qo'ygan nomlari, ya'ni kitobga qo'ygan nomlari faqala al-Imam Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahulloh sammahu al-Jami' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallohu alayhi va sallam va sunanihi va ayyamihi. Demak, asl ismi mana shu uzun ism al-Jami' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallohu alayhi va sallam va sunanihi va ayyamihi. قال الحافظ ابن حجر سماه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله sallallohu alayhi va sallam va sunanihi va ayyamihi. Demak, mana bu Ibn Hajar rahimahulloh aytgan kitobning nomi Imom Navoiy aytgandan ko'ra qisqaroq. Jami'ul Musnadus Sahih. Nimaga jami' deb ataldi? Kitob jami' deb atalishining sababi ulamolar jami' deb qachon aytadi hadis kitoblarini? Agar faqat fiqhiy ahkomlarni o'ziga cheklanmasdan boshqa mavzularni ham o'z ichiga olgan bo'lsa, aqida mavzularini, oxirat kuniga iymon keltirish mavzularini, tarixga taalluqli, siyratga taalluqli mavzular va hokazo, masalan, Qur'on tafsiriga taalluqli hadislarni va hokazo shularni ham zikr qilinadigan bo'lsa, bu jami' deyiladi. Shuning uchun Imom Buxoriyning sahihlari, Imom Muslimning sahihlari jami'ga kiradi. Qolgan 4 ta kutubi sittadan qolgan 4 talar Sunanul Arba'a deb taniladi, lekin aslida Imom Termiziyning sunanlari Jami'ut Tirmiziy deyiladi. U ham jami' kitob. Tafsir boblari ham boshqa, fiqh boblardan boshqa boblar ham bor, lekin tagliban nima qilinadi? Sunanul Arba'a deb sunan nomi bilan mashhur bo'lgan Sunanut Tirmiziy deyiladi, lekin asli jami' kitob. Kitobning ismi jami'. Boshqa mavzular ham bor. Boshqa mavzular ham bor. Ya'ni fiqh boblarni o'ziga cheklanmaganlar. Lekin taglib bobidan Sunanul Arba'a deyiladi. Xo'p, demak jami' deyilgani sababi shu. Al-Musnad. Xo'p, musnad deyildi. Demak, sanad bilan zikr qilingan degani. Ya'ni o'zini ustozi Imom Buxoriy, ustozining ustozidan va hokazo to Rasululloh sollallohu alayhi vasallamgacha sanad bilan zikr qilinadigan hadislar. Shunga ko'ra mana shu yerda biroz to'xtab o'tamiz Imom Buxoriyning muallaqotlariga. Chunki shayx zikr qilmabdi. Odatda Imom Buxoriyning sahihlari haqida gapirilsa, muallaqotlar haqida albatta to'xtalib o'tilinadi. Lekin mana shu ismdan musnad deyishligidan ulamolar aytishadiki, Sahih al-Buxoriyda musnad bo'lmagan hadislar ham bor. Musnad bo'lmagan muallaq hadislar bor. Xo'p, muallaq hadisdan maqsad Imom Buxoriy yo to'g'ridan to'g'ri o'zi uchratmagan
tobiindan yoki sahobadan qala fulan deb aytadi. Falonchi falon deydigan deb aytilsa, bu demak kitobini shartiga kirmaydi deyishadi. Chunki kitobini nomi o'zi al-Jami' Musnadus Sahih deyildi. Shunga ko'ra musnad bo'lmagan muallaqotlar Imom Buxoriyning sahihidagi shartiga kirmaydi deyishadi. Imom Buxoriyning shartiga kirmaydi. Shuning uchun mabodo ba'zilar Imom Buxoriyni sahihida zaif hadis bormi desa, nimani ko'zda tutyapsan deyiladi. Agar musnad bo'lgan hadislarni ko'zda tutsa, zaif hadis yo'q. Ba'zi ulamolar tanqid qilgan hadislar bor. Bularning ham deyarli aksarida haq Imom Buxoriy tarafda. Ammo muallaqotlarning ichida zaiflari bormi deyilsa, bo'lishi mumkin deyiladi. Muallaqotlarni hozir men misol keltiraman oldin. Masalan, Imom Buxoriy ilm kitobida, Kitabul Ilmda babul ig'tibot fil ilmi wal hikma, ilm va hikmatga havas qilish haqida degan bobni ostida qala Umaru tafaqqahu qabla an tusawwadu deganlar. Tafaqqahu qabla an tusawwadu, ya'ni rahbar qilinishingizdan oldin faqih bo'lib oling. Erta kuni sayyid bo'lib odamlarga bosh bo'lishdan oldin ta'lim oling deyilgan Umar radhiyallohu anhu so'zlari. Haqiqatda talab ilmlar uchun eng muhim bo'lgan nimalardan. Erta kuni maydonga chiqib da'vat qilib yoki odamlarga bosh bo'lgandan keyin kitob nima qilishga vaqtingiz bo'lmaydi. Ba'zi ustozlarimiz aytardi, maktabga kirib kitoblarni ko'rib ezilib ketamiz dedi. Vaqti yo'q, o'qishga vaqti yo'q deydi. Chunki xalqqa ham chiqish kerak, ularning nimasi bor, xizmati bor, boshqasi bor. Xullas o'sha bosh bo'lishdan oldin nima qilib olish kerak? Inson o'qib olish kerak, keyin imkon bo'lmaydi. Xullas mana shu qala Umaru dedi. To'g'ri, Umar radhiyallohu ko'rganmilar? Yo'q, sanadini zikr qilmadi. Demak, sanadini zikr qilmasa bilingki, mana shu muallaqot deyiladi. G'oliban bobni boshida keltiradi, keyin hadislar keltiradi. Yoki bo'lmasa misol keltirsak yana, masalan, babul xuruj fi talabil ilm, ilm talabida yo'lga chiqish haqidagi bobni ostida ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma bitta hadis uchun bir oylik masofani bosib Abdullah ibn Unays radhiyallohu anhu huzuriga borgan deyilyapti. Qarang. Hozir Jabir radhiyallohu anhu borganligini o'zlari guvoh bo'lmadi. Sanadi qani buni? Sanad zikr qilinmadi. Mana bu muallaqot deyiladi. Sanadni zikr qilmasa muallaqot deyiladi. Xo'p, bu muallaqotlar Imom Buxoriyni shartidan emas deyishadi. Shuning uchun Imom Buxoriy kitoblarini musnad dedi. Musnad bo'lmagani demak Imom Buxoriyning shartiga kirmaydi deyishgan. Shunga ko'ra Imom Buxoriyning shartiga kirmasa zaif deb aytilaveradimi deyilsa, ulamolar o'rganib chiqib nima deyishadi? Muallaqotlar ikki xil bo'ladi. Majzum va g'ayr majzum deydi. Majzum degani mana bu yerda kelgandek qala Umar dedi. Umar aytdi. Tafaqqahu qabla, mana bu majzum deyiladi. G'ayr majzum degani qila deyilsa yoki zikra an fulan deyilsa, falonchidan zikr qilinadi yoki aytilgan deb majhul siyg'asida keltirsa, buni ulamolar muallaq bi siyg'atin g'ayr majzum deyiladi. Jazm qilib aytmadilar. Shunga ko'ra, agar jazm qilgan bo'lsa, bilingki u sahih deyishadi ulamolar tekshirib chiqib. Lekin majzum bo'lmasa, bu ham zaif degani emas, sahih bo'lgani bor, zaif bo'lib chiqishi ham mumkin sanadi deyiladi. Ibn Hajar rahimahulloh Fathul Boriyda shu bitta har bitta hadisni sharhlab o'tgan bo'lsalar, undan tashqari yana qilgan xizmatlaridan biri Taghliqut Ta'liq degan kitoblari bor. Taghliqut Ta'liq degani o'sha siz Imom Buxoriyning sahihlarida kelgan muallaqotlarni sanadini zikr qilib chiqqan. Mavsul holatda zikr qilgan, musnad holatda zikr qilib chiqqan. Xo'p, masalan, Umar radhiyallohu anhu mana shu so'zi kimdan kelgan? Sanadini bir chetdan bayon qilib, sahihmi, zaifmi, xullas nima qilgan, hammasini bayon qilgan. O'zi aslo shu xulosa muallaqotlar jazm holatda bo'lsa, sahih bo'ladi degani o'sha hammasi dirosadan keyin, o'rganib chiqilgandan keyin aytilgan xulosalar bu. Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq. Go'yoki o'sha muallaqotni orada bo'shliq bor, shuni yopgan. Xullas nima qiladi? O'shani sanadlarini birma-bir bayon qilib chiqadilar. Buni muallaqotni Imom Muvattoni nimasida menimcha aytdikmi, aytmadikmi? Keldimi biz bilan kitobda keldimi yo'q bilmayman, balag'ot deyiladi. Imom Malikning Muvattosida balag'ani an fulan deydi. Falonchidan menga yetib kelgan, o'sha Imom Buxoriydagi muallaqotlarga o'xshaydi u. Shuning uchun balag'atul Imom Malik deyiladi. Imom Malikning Muvattosi haqida gapirilsa balag'ot deyiladi. Balag'ot desa bilingki, o'sha balag'ani an fulan desa, falonchidan menga yetib kelgan xabarga ko'ra deb aytilsa, shu muallaq ma'nosida. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, muallaqotlar jazm siyg'asida kelgan bo'lsa, bilingki bu sahih. Agar majzum siyg'ada bo'lmasa, unda
sahih bo'lishi ham mumkin, zaif bo'lishi ham mumkin, lekin zaiflari kam. Ustozlardan eshitgan nima bo'yicha zaif bo'lgani ham juda kam. Shuning uchun mabodo zaif hadis bormi deyilsa, muallaqotlarni majzum bo'lmagan suratda kelgan muallaqotlarning orasida bo'lishi mumkin deyiladi. Tushunilgan? Xo'p. Demak, al-jami'ul musnad as-sahih deyildi. Demak, sahih bo'lishlikni shart qilgan. Albatta, al-muxtasar ixtisor qilingan degani, ular o'sha olimlarning nazdida muxtasar bo'lgan. Biz nazmimizda Imom Arba'in Navoviy muxtasar, o'zlarining himmatiga yarasha o'sha paytda ancha hadisdan tanlab olingan bu. Shuning uchun muxtasar deyildi. Min umuri Rasulilloh sollallohu alayhi vasallam va sunanihi va ayyamihi deyishlikdan bilasizki, demak bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha siratlari haqida ham keltirilgan hadislarni, demak bu jami' ekanligini bilamiz, faqat ahkomlarni o'ziga cheklanmagan ekan. Xo'p, bu birinchi nuqta, ismul kitob. Al-ba'is ala ta'lifihi. Endi kitobni yozishga undagan sabab nima bo'lgan? Imom Buxoriyni mana bu kitobni yozishga undagan sabab nima bo'lgan? 3 ta sabab, xulosa qilib olib keladigan bo'lsak, 3 ta sabab bo'lgan ekan. Ulamolar zikr qilgan sabablar 3 ta sabab. Birinchi sabab, qala al-Hafiz ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki, lamma ra'a al-Buxoriy tilka at-tasanif allati ullifat qabla 'asrihi wajadaha bihasab al-wad'i jami'atan bayna ma yadkhulu tahta at-tashih wa at-tahsin. Imom Buxoriy o'z zamonidan, o'z asridan oldingi yozilgan kitoblarni ko'zdan kechirib, ularni shu sahih yoki hasan bo'lganlarini topdi. Ya'ni bihasabil wad'i degani keyingi mana olimlar qo'ygan shartli atamalarga ko'ra, istilohlarga ko'ra hasan yoki zaif bo'lganlarini topdi deyapti. Wal kathiru minha yashmaluhu at-tad'if. Demak, undan oldingi kitoblarda sahih zaiflar ham, hasan zaiflar ham va hatto zaif hadislar ham bo'lgan. Ko'plarining orasida zaif hadislar ham zikr qilingan kitoblar bo'lgan. Fala yuqalu li ghathihi samin degani bu kitoblarning orasidagi ozg'in bo'lganiga semiz deb aytib bo'lmaydigan zaif hadislar bo'lgan deyapti. Ya'ni maqsad zaif bo'lganiga sahih deb bo'lmaydi. La fala yuqalu li ghathihi, ghath ozg'in, samin ozg'indan maqsad zaifni ko'zda tutyapti. Samin deb semizni deb turib sahihni ko'zda tutyapti. Maqsad fala yuqalu li ghathihi samin. Bu kitoblarning orasida modomiki zaif bor ekan, zaifiga o'sha ozg'iniga semiz deb sifatlay olmaysiz. Zaifini sahihga chiqara olmaymiz. Sahihga chiqara olmaymiz. Taharraka himmatahu li jam'il hadith as-sahih alladhi la yartabu fihi amin. Biron bir amin bo'lgan kishi shubhalanmaydigan, faqat sahih hadislarni o'zini jamlashga himmat, qiziqishini bu narsa uyg'otdi deyapti. Ya'ni oldingi kitoblar sahih, hasan, zaifni jamlagan bo'lishi Imom Buxoriyni faqatgina sahih hadislarni o'zini jamlashga bo'lgan himmatini uyg'otdi deyapti bu narsa. Demak, bu birinchi sabab deyapti. Ya'ni oldingi yozilgan kitoblarning orasida faqat sahih hadislar to'plangan biron bir kitob ko'rmaganligi uchun shuni o'zini jamlash kirishdi deyapti. Va qol, bu ikkinchi sabab ekan Imom Buxoriy aytishlaricha. Wa qawwa azmahu ma sami'ahu min ustadihi Amir al-Mu'minin fi al-hadith wal-fiqh Ishaq ibn Rahawayh, haythu qala لو جمعتم كتابا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki, Imom Buxoriyni yanada qarorini qat'iylashtirgan narsa nima? Ustozlari Amirul Mu'minin fil hadisni, hadis va fiqhdagi Amirul Mu'minin hisoblangan Ishaq ibn Rahawayhni aytgan so'zlari. Nima degandilar? Law jama'tum kitaban li sahih sunnati Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni qaniydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlaridan faqat sahih bo'lganlarini jamlasanglar deb shogirdlarga ishora qiladilar. Shunda Imom Buxoriy aytgan ekanlarki, qala al-Buxoriy fa waqa'a zalika fi qalbi fa akhadhtu fi jam'i al-jami' as-sahih. Shu paytda shu narsani ko'nglimga tuyib qo'ydim deganlar. Ya'ni va sahih jami'ni yig'ishga kirishdim, jamlashga kirishdim degan ekanlar. Demak, gohida ustozni shogirdlarga bergan maslahati ham hech narsaga o'xshatilmaydi-yu, gohida berilgan ozgina maslahatdan kimdir shuni unumli foydalanishi mumkin. Bu ham ustozga masalan oldida o'tirgan shogirdlarni hech kim sanamay bor maslahati bo'lsa aytish kerak, ligiga bir nima dalil bo'lsa, ikkinchisi shogirdlar ham ustozni zikr qilgan gohida ba'zi maslahatlarni bee'tibor qoldirmaslik kerak. Ko'p bo'ladi, hali yana uchraydi, ko'rasizlar. Inshaalloh kitobning davomida keladi. Ba'zi olimlar shu ustozini maslahati bilan bir qancha boshqalar yozmagan kitoblarni, hadis kitoblarini yozganligiga hali ishora keladi. Bu ham shu ustozlarning maslahati bilan bo'lgan. Xo'p, uchinchi sabab nima ekan? Qala al-Hafiz aydan وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال سمعت أبا عبد الله البخاري يقول. Ibn Hajar g'oliban hofiz deyilsa, Ibn Hajar o'zida tutiladi. Nomi aytilmasa,
xotimatul huffaz, hofizlarning xotimasi Ibn Hajar rahimahulloh nazarda tutiladi. Va ruwina bil isnad sabit, bizga sobit isnod bilan yetib kelgan, rivoyat qilingan deyapti. Muhammad ibn Sulayman al-Faris aytgan ekanlarki, Imom Buxoriyni o'zlaridan eshitganman dedilar. Imom Buxoriy aytgan ekanlarki, ra'aytu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam va ka'anni bayna yadayhi va bi yadayya mirwahatun adubbu anhu deyaptilar. Tushimda ko'rdim, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yonlarida ekanman, qo'llarimda yelpig'ich bilan u kishini yelpib o'tirgan ekanman dedi. Yelpig'ichni olib, xullas yelpib o'tirganligimni ko'rganman. Fasaltu ba'dal mu'abbirin, bu haqda ba'zi tush ta'bir qiladiganlardan so'raganimda, shuni nima deb ta'bir qilgan ekanlar? Faqala li anta tadubbu anhu al-kadhiba, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan, ya'ni u kishining hadislaridan sen yolg'onni yelpib ketkizasan deb ta'bir qilgan ekanlar. Fa huwa alladhi hamalani ala ikhraj al-jami', shu jami' as-sahihni to'plashga yoki rivoyat umuman chiqarishga, shu kitobni yozishga meni undagan narsa shu bo'lgan deyaptilar. Demak, xulosa 3 ta sabab bo'lgan ekan. Birinchisi, oldingi kitoblarda sahih, faqat sahih hadisga cheklangan kitobni topmaganliklari. Ikkinchisi, ustozining maslahati. Uchinchisi, ko'rgan tushlari sabab bo'lgan ekan. Bu ikkinchi nuqta. Kitobni yozilish sababini bildik. Uchinchisi, mavdu'uhu wal kashfu an maghzahu fihi deyaptilar. Demak, kitobni mavzusi, asosiy mavzusi va asl ko'zlangan maqsadni bayon qilish deyapti. Ya'ni nima sababdan kitobda asl mavzusi nima? Maqsadlari nima bo'lgan kitobni yozishdan? Deyarli ikkita sabab zikr qilinadi. Qala al-Hafiz, e'tibor beringlar, yuqoridagi naqllarda ham, mana keyingi kelayotgan naqllarda ham qaysi kitobga ishora qilyaptilar? Hoshiyada Hadiyus Sari. Hadiyus Sari qanaqa kitob? Fathul Borining muqaddimasi. Fathul Bori kitobining birinchi mujalladi Hadiyus Sari degan nom bilan mashhur. Shu Imom Buxoriy haqida butun ma'lumotlarni, mana shu hozirgi kelayotgan ma'lumotlarning aksari bundan ko'p, bitta qalin kitob, ya'ni birinchi mujallad hammasi Hadiyus Sari, shu Imom Buxoriyning sahihlari, Imom Buxoriyning hayoti va sahihlariga bag'ishlangan. Shuning uchun kengroq ma'lumot olaman deganlar shu Hadiyus Sari kitobiga murojaat qilinadi. قال الحافظ تقرر أنه التزم الصحة. Ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki, Buxoriy kitobga, ya'ni faqat sahih hadislarnigina kiritishni qaror qilganligi bu aniq deyapti. Va annahu la yuridu fihi illa hadithan sahihan, ya'ni faqatgina sahih hadis kirgizaman deb shuni o'ziga shart qilganlar. Va mimma naqalnahu anhu min riwayati al-a'immati anhu sarihan. Va bu, ya'ni imomlar ham ochiq rivoyat qilgan. Boshqa a'immalar, boshqa ulamolar ham buni, ya'ni faqatgina sahih hadislarni to'plash kerak, asosiy maqsadi shu bo'lgan ekanligini boshqa imomlar ham buni aytgan deyapti. Thumma ra'a alla yukhliyahu min al-fawaid al-fiqhiyya va an-nukat al-hukmiyya deyapti. Keyin Imom Buxoriy fiqhiy foydalar va ahkomlarga oid nozik ilmiy xulosalardan ham kitobini xoli qo'ymaslikni qaror qildi. Ya'ni bu ikkinchi asosiy maqsad. Faqat sahih hadislarni to'plab qo'ya qolish bilan kifoyalanmasdan fiqhiy bir foydalarni ham maqsad qilganlar. فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة deyapti. O'z fahmlari bilan matnlardan, hadislarning matnlaridan juda ham ko'p ma'nolarni istinbot qilganlar. Farraqaha fi abwabil kitab bihasabi tanasubiha, va bu narsani kitobdagi boblarga ajratgan, munosib o'rniga qarab, ya'ni qaysi hadisni qaysi bob ostida zikr qilish munosib bo'lgan bo'lsa, o'sha bobda ostida zikr qilib, xullas fiqhiy foydalarni nima qilgan, shu tarqiq holatda har bitta bobni boshida qo'ygan sarlavhasidan bayon qilganlar. Va atana fihi bi ayatil ahkam, ahkom oyatlariga ham e'tibor qaratganlar. Fantaza minha dalalat al-badi'a, juda ham bir ajoyib foydalar, dalolatlar olgan ahkom oyatlaridan. Va salaka fil isharati ila tafsiriha as-subul al-wasi'ata deyapti. Ya'ni bu oyatlarni tafsiriga ishora qilishda ham nihoyatda keng yo'llardan foydalangan deyaptilar. وقال محي الدين النووي، إمام نووي aytgan ekanlarki, ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط. إمام بخاريning maqsadi faqat sahih hadislarni o'zigagina cheklanib qo'ya qolish emas, bal muraduhu al-istinbat minha wal istidlal li abwabin aradaha, balki asosiy maqsadi nima ekan? Qisqacha qilib aytganda, asosiy mavzusi sahih hadislarni to'plash, bu bir. Ikkinchisi, fiqhiy foydalardan ham nima qilish, xoli qilmaslikni iroda qilganlar, fiqhiy foydalar ham zikr qilganlar. Xo'p, keyingi nuqta, nechinchi nuqta bo'lyapti? 5-mi? 5-nuqta tarojimul Buxoriy fi sahihihi. Imom Buxoriyni
sahihidagi sarlohalar, tarojim bu yerda shu boblarga qo'ygan sarlohalar haqida. قال أبو أحمد ابن عدي ابن عبد القدوس ابن حمام قال شهدت عدة مشايخ يقولون حول البخاري تراجم جامعه أي بيضها بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره كان يصلي لكل ترجمة ركعتين. Abu Ahmad ibn Adi ibn Abdul Quddus ibn Hammam aytgan ekanlarki, men bir qancha mashoyixlardan shunday deyotganliklarini guvohi bo'lganman deyaptilar. Imom Buxoriy o'z Jami'us Sahihlarining sarlohalarini havvala degani bu yerda bayyada deb nima qilyapti? Tafsir qilyapti, ya'ni oqqa ko'chirish, chirnavak bo'lib, oqqa ko'chirish deymiz-ku, shu oqqa ko'chirgan deyapti. Qayerda? Bayna qabrin Nabiy sollallohu alayhi vasallam minbarihi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrlari bilan minbarlarini orasida oqqa ko'chirganlar shu sarlohalarni. Va kana yusalli li kulli tarjamatin rak'atan, har bir sarlohani qo'yishdan oldin 2 rakat namoz o'qiganlar deydi. Oyni yog'dusida yozardi deydilar ulamolar. Bu paytda hozirgi nimalar bo'lmagan, bu svetlar bo'lmagan, chiroqlar bo'lmagan. Oyni yog'dusida kechalari o'tirib o'sha sahih har bitta bob endi ko'rasiz. Kitob Imom Buxoriyda kitob ishda 97 ta kitob bor. Kitob deb boshlaydi. Har bir kitobda ostidagi boblarni endi qo'yavering. Har bitta bobda 30 ta, 40 ta, undan ko'p xullas boblar bor. Har bitta bobga qo'yilgan tarjimaga o'sha sarloha uchun 2 rakat namoz o'qiganlar deyapti. 2 rakat namoz o'qiganlar. قال الحافظ ولنذكر ضابطا يشمل على بيان أنواع التراجم فيه deyapti va hiya ظاهرة وخفية. Ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki, endi shu Sahih Buxoriydagi sarlohalarni turini bayon qiladigan bir zobit, ya'ni qoidani bir zikr qilaylik deyapti. 2 qismga bo'lishimiz mumkin deyapti. Zohira va xafiya. Ya'ni zohir bo'lgani bor, maxfiy bo'lgani bor deyapti. Sarlohalarni, boblarda qo'yilgan sarlohalarni shu zohiri, xafiy bo'lib 2 ga bo'lamiz deyapti. Amma zohiratu fa hiya an takuna at-tarjamatu dalatan bil mutabaqati lima yuradu fi madmuniha deyapti. Ya'ni sarloha ostidagi hadislarga aynan mos ravishda dalolat qiladigan sarlohalar deyapti. Ya'ni shu bobni o'qisangiz, ostidagi hadis sarloha bilan hadislar orasidagi munosabat yorqin ko'rinadi. Bil mutabaqa degani to'liq ravishda to'g'ri keladi. Ba'zilar bor ochiq bo'ldi. Bobni keltiradi, bobni o'qisangiz, ostida keltirilgan hadis shu bobdagi masala uchun ekanligini ochiq nima qilinadi? Anglab olish qiyin bo'lmagan, zohir bo'lgan sarlohalar. Va ammal xafiyatu va hiya allati la tudraku mutabaqatuha li madmunil bab. Bob ostidagi shu bobning mazmuniga munosib bo'lishligi la tudrak. Buni anglab yetish qiyin illa bin nazari al-fahisi va at-tafkir ad-daqiq deyapti. Ya'ni juda ham chuqur tafakkur qilgandan keyingina bu munosabatni anglab olishingiz mumkin. Gohida bobni o'qiysiz, ostidagi hadisni o'qisangiz nima munosabati bor deysiz. Bobdagi sarlohaga bu hadis nima aloqasi bor deb ko'pchilik ulamolarni hayratga solgan Imom Buxoriyning tarjima shu tarojimlari. Hatto ba'zi shorihlar ochiq bobni ostida keltirish munosabati yo'q deyishgan. Ko'p hadislarga kelib, shunaqa munosabati yo'q bu hadisda deydi. Lekin shu yerda Ibn Hajar rahimahulloh iloji boricha bayon qilishga harakat qilgan har bitta hadis ostida nima sababdan keltirganligini haqiqatda zohirda bir qarasangiz ochiq bir nima ko'rinmaydi, munosabat ko'rinmaydi. Shuning uchun aytibdiki, "Va hadal mawdi' huwa mu'zam ma yushkil min tarajim hadal kitob" deyapti. Demak, mana shu o'rin eng chigal bo'lgan o'rin shu deyapti. Sarlohalar ichida o'sha maxfiy bo'lgan sarlohalar nima aloqasi bor deydi haqiqatda. Shuning uchun doim Imom Buxoriyni o'qisangiz, albatta sarlohani o'qigandan keyin ostidagi hadisning nima aloqasi borligi bir ozgina fikr yuritishga harakat qiling. Gohida ochiq bo'ladi bu narsa ko'pincha, lekin ko'p o'rinda maxfiy bo'ladi. Mabodo anglab yeta olmasangiz, sizdan oldin qancha olimlar anglab yeta olmagan joylar bor. Buni endi sharhlarga murojaat qilasiz, boshqa qilasiz va hokazo. ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه. Shuning uchun bir qancha olimlardan mashhur bo'lgan so'z nima ekan? Imom Buxoriyning fiqhi uning qo'ygan sarlohalarida deyishgan. Imom Buxoriyning fiqhini bilmoqchi bo'lsangiz, fiqh kitob yozmaganlar. Lekin Imom Buxoriyning fiqhini qaysi masalada, qaysi mazhabda e'tibor qilganligini bilmoqchi bo'lsangiz, nimasiga qaytasiz? Sarlohaga qayting. O'sha sarlohalar bilan bobda orasidagi munosabatdan Imom Buxoriyning nimasini bilib olasiz, fiqhini bilib olasiz deyshadi. Chunki bu shunday o'tib ketavermaslik kerak. Buxoriyni o'qidingiz, albatta sarlohani o'qib, yaxshilab tushunib olib turib, keyin nima hadisni u sarlohaga nima aloqasi bor?
albatta ta'ammul qilmasdan o'tmaslik kerak. Chunki asosiy fiqh shunda bo'ladi. G'oliban mazhabini ochiq bayon qilmaydilar Imom Buxoriy. Illo shu sarlavhalar orqali bayon qilganlar deyshadi ulamolar. Va aksar ma yaf'alu al-Buxoriy zalik g'oliban qachon unga o'xshash yo'l tutadi, ya'ni maxfiy sarlavhalar, zohir bo'lmagan sarlavhalarga qachon o'tadi? Idza lam yajid hadithan ala shartihi fil bab zahir al-ma'na fil maqsid alladhi tarjama bihi deyapti. O'zi nima maqsadda sarlavha qo'ygan bo'lsa, shu maqsadiga to'g'ri keladigan hadis topmasa va bu hadis, chunki bu hadis o'zining shartiga to'g'ri kelish kerak. Hadislarni jamlashda o'ziga juda ham qattiq shart qo'yganlar. Shu qo'ygan sarlavhasiga shartiga to'g'ri kelmaydigan nima kelishi mumkin? Hadis topmasa nima qiladi? O'zini shartiga to'g'ri keladigan boshqa hadisni olib keladi, uni maxfiy baribir shu bobga aloqasi bo'ladi. Shu paytda endi mana shu yo'lni tutadi, deyapti. Ochiq bo'lgan hadis bo'lishi mumkin, lekin u shartiga to'g'ri kelmaydi. Lekin boshqa hadisni olib keladi, bu hadisda baribir dalolat bo'ladi, nozik bir dalolat bo'ladi, uni ulamolar anglab yetadi. Shu paytda shu yo'lni tutadi, deyapti. Shuning uchun aytayaptiki, "Idza lam yajid hadithan ala shartihi fil bab zahir al-ma'na fil maqsad alladhi tarjama bihi va yastanbitu al-fiqha minhu" deyapti. O'sha fiqhni istinbot qilmoqchi bo'lgan, o'zi qaysi maqsadda sarlavha qo'ygan bo'lsa, shu maqsadga muvofiq ochiq bo'lgan bir shartiga muvofiq hadis topmagan paytda shunaqa qiladi, deyapti. Va qad yaf'alu zalika li gharad shahdil azhan deyapti. Gohida bu ishni kitobxonni aql zakovatni charxlash uchun ham qilishi mumkin, deyapti. Ya'ni gohida yo'q, ochiq hadis ham bo'lishi mumkin. Uni ham zikr qilish mumkin. Keyin ostidan ba'zi bir hadislar munosib, zohirda munosib bo'lmagan hadislar zikr qiladi-yu, lekin qandaydir munosabat bor, bu o'quvchini endi kitobxonni o'zini nima zehnini sharhlash uchun keltirish mumkin, deyapti. Va kathiran ma yaf'alu hada haythu yadhkuru al-hadith al-mufassir lidhalika fi mawdi'in akhar mutaqaddiman aw mutaakhiran. Lekin g'oliban o'sha maxfiy bo'yicha tashab ketmaydi, deyapti. Ya'ni bu maxfiy holatda biron bir sarlavha qo'ygan bo'lsa yoki munosabat sarlavha bilan bobda orasidagi munosabat anglab yetmasangiz, g'oliban hali keladi mana bu yoqda. Imom Buxoriy rahimahulloh sahihlarida bitta hadisni bir necha marta takrorlaydi. Bo'lib zikr qiladi. G'oliban o'sha maqsadini bayon qiluvchi, tafsirlovchi, deyapti, narsaga ishora qilib o'sha hadisni undan oldin yoki keyin zikr qilgan bo'ladi, deyapti. Ya'ni shuncha aytayaptiki, kathiran ma yaf'alu hada haythu yadhkuru al-hadith al-mufassir lidhalika fi mawdi'in akhar mutaqaddiman aw mutaakhiran, deyapti. Ya o'sha hadisdan oldin yo keyin o'sha hadis takrorlangan bo'lsa, gohida shuni ta'ammul qilish bilan ham maqsadini bilib olishingiz mumkin, deyapti. Masalan, hozir men esimda bor, haj bobida shart qilish haqida kelgan hadis. Duba'a radhiyallohu anhodan kelganmidi? Duba'a radhiyallohu anhodan kelganida adashmasam, shu hadisni nikoh bobida zikr qilganlar. Qaysidir nikoh bobida zikr qilganlar deyshadi, nikohdagi kafa'a bobida. Allohu a'lam. Lekin bu o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kirib, bu ayol, men ozgina shu bemor bo'lib turibman, shu sog'ligim yo'q degan ma'noda kelib, haj qilmoqchi edim deganda, ishlar etik deb turib shart qo'ygan deganlar. Shart qo'yib ihromga kiraver deganlar. Mana shu hadisni nikoh ostida keltirgan. Olimlar nima aloqasi bor dedi, bob nikohdagi kafa'a, tenglik bobiga nima aloqasi bor? O'sa nima qilishgan? Haqiqatda hadisning zohirida hech qanaqa bir nima yo'q. Lekin Duba'a radhiyallohu anha Qurashiy bo'lib turib, Qurashiy bo'lmagan boshqaga turmushga chiqqan ekanlar, o'sha munosabatni zikr qilgan dedi. Uni shuncha olim masalan yoki o'sha tarixini bilib, nimalarni bilmasa, anglab yetish qiyin. Zohirda haj, nima hajga taalluqli narsa nikoh ostida nima qilib yuribdi deyishingiz mumkin. Nikoh haqida hadisda biron narsa yo'q. Lekin shu hadisda zikr qilingan ayol Qurashiy bo'lib turib, Qurashiy bo'lmaganga turmushga chiqqan. Agar yanglishmasam shu ma'lumot shuna deyishgandi ustozlar. Allohu a'lam. Bu bitta misol endi o'sha maxfiy bo'lganga. Keyingi mavzu 6-chi bo'ladim. Bayonu taqti'ihi lil hadis va fa'idat i'adatihi deyildi. Imom Buxoriyni hadislarni bo'lib zikr qilishi va uni qayta bitta hadisni takrorlashini foydasi. Imom Buxoriyni boshqa kitoblardan, Sahih Muslimdan, boshqa kitoblardan ajrab turadigan joyi, bitta hadisni gohida to'liq zikr qilmaydi. To'liq zikr qilishi ham mumkin bir joyda, boshqa joyda takrorlab shuni shu bobga o'zini qaysi bobda ostida keltirayotgan bo'lsa, o'sha bobga munosib bo'lgan joyini o'ziga cheklanishi mumkin ko'pincha. Bo'lib zikr qiladi va bitta hadisni bir necha marta takrorlaydi. Bir hadisni bir necha marta takrorlaydi. Hatto ba'zi hadislarni 20 martaga yaqin zikr qiladi.
O'sha bitta hadis. Lekin har xil boblarni ostida keltiradi. Har xil boblarni ostida keltiradi. قال ابن حجر رحمه الله قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في جزء له سماه جواب المتعند. أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي شو جواب المتعند degan kitobida aytgan ekanlarki i'lam anna al-Bukhari kana yadhkuru al-hadith fi kitabihi fi mawadi'. Ma'lumingiz bo'lsinki deyapti Imom Buxoriy hadisni bitta hadisni shu sahihlarida bir qancha o'rinda zikr qiladi deyapti. Va yastadillu bihi fi kulli babin bi isnadin akhar deyapti. Va har bir bobda ostida boshqa isnod bilan zikr qiladi. ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه deyapti. Qaysi bobda ostida keltirgan bo'lsa, o'sha bobga munosib bo'lgan bir nima, sarlohaga munosib bo'lgan bir ma'no borki, shu uchun zikr qilgan bo'ladi. Ya'ni nima uchun qaytaradi bitta hadisda 20 ta o'rinda yo 10 dan ortiq o'rinda va hokazo, undan oz bo'lsin, undan ko'p bo'lsin. Maqsad o'sha har xil boblarni ostida keltiradi. Shu hadisdan olingan go'yoki foydalar u. Go'yoki 10 marta keltirsa, bilingki, nima 10 ta bobda ostida keltirdimi, 10 ta foyda olibdi degani bu. Imom Buxoriy o'sha hadisdan masalan. Va hokazo. وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد. Mana shu yerda Imom Buxoriyning yanada hadis sohasida Amirul Mu'minin ekanligi, mohir ekanligi yana bir ko'rinadi. Ulamolar shu yerda ta'kidlashadi. Qaytargan paytda o'zidek qilib qaytarmaydi deyshadi. G'oliban albatta yo sanaddagi bir foyda uchun yo matndagi bir o'zgarish, lafzdagi boshqacharoq bir rivoyat qilingan bo'lsa, hokazo shuni bayon qilish uchun boshqa rivoyat bilan olib keladi. Boshqa sanad bilan yoki boshqacharoq lafz bilan olib keladi deydi. Bir xil holatda qaytarish juda kam uchraydi deydi. Umuman orada na sanadda na lafzda farqi bo'lmagan holatda takrorlanish juda ham nodir deyishgan. Shuning uchun aytibdiki: "Va qallama yuridu hadithan fi mawdi'ayn bi isnadin wahidin wa lafzin wahidin." Bir isnod bitta lafz bilan hech farqi bo'lmagan holatda qaytarishligi bu juda kam uchraydi. Albatta o'z ikkita joyda zikr qilinishligidan bilib olasiz, ikkita bobda ostidan zikr qilgandan ikki xil foyda olibdi degani bu. Lekin boshqa sanadda, matn jihatdan biron bir ziyodalik bo'lishi mumkin ba'zi boshqa rivoyatlarda va hokazo. G'oliban albatta boshqa nimadan, boshqa yo'l bilan zikr qiladi. O'sha hadisni o'zini o'sha sanad bilan, o'sha lafz bilan rivoyat qilmaydi. Kifoyalanib qolmaydi. Va innama yuriduhu min tariqin ukhra li ma'anin nazkuruha deyapti. Balki boshqa sanad tariq bu yerda boshqa sanad bilan keltiradi. Shu bir qancha ma'nolar uchun deyapti. Buni biz zikr qilamiz deyapti. Mana shu kitobda vallohu a'lam bi muradihi minha nazkuruha vallohu a'lam bi muradihi minha deyapti. Ya'ni biz ba'zi sabablarni zikr qilishimiz mumkin, yana maqsadini Alloh biladi. Imom Buxoriy qaysi maqsadda bu ishni qilganliklarini. Thumma sarada 8 ma'anin la yattasi'u al-maqam li dhikriha huna. Keyin muallif o'sha 8 ta sababni bayon qilib, mana shu sabablarga ko'ra, mana shu ma'nolarga ko'ra qaytaradi deb aytganlar. Bu hozir hammasini 8 ta ma'nolarni hammasini bu yerda zikr qilish o'rni emas deyapti. Endi Ibn Hajar rahimahulloh so'zi davom etib aytadiki: "Thumma qala wa amma taqti'uhu lil hadith fi al-abwab تارة واقتصاره منه على بعضه أخرى فذلك لأنه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعدا فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية deyapti. Ammo hadislarni bo'lib boblarni ostida zikr qilishga kelsak deyapti. واقتصاره منها على بعضه أخرى. Gohida esa o'sha bo'lingan bir hadisdagi jumlani o'sha ba'zisiga cheklanib qo'ya qoladi. Ba'zisiga cheklanib qo'ya qoladi. Ya'ni oxirigacha aytmaydi. Masalan, innamal a'malu binniyat oxirigacha aytmasdan bo'ldi. O'sha innamal a'malu binniyat va innamal likulli ma nawa deb o'sha yerni o'zini zikr qo'ya qolishi mumkin. Ba'zisiga, matnni ba'zisiga cheklanishi mumkin. Nimaga? Fazalika li'annahu in kana al-matnu qasiran. Agar matn, hadisning matni qisqagina bo'lsa yoki bir-biriga bog'liq bo'lsa va shu qisqagina matn yoki bir-biriga bog'liq bo'lgan matn ikkita hukm yoki undan ortiq bir hukmlarni o'z ichiga olgan bo'lsa, fa innahu yu'iduhu bihasabi zalika. Imom Buxoriy uni shu o'zi bo'yicha qaytaradi. Nimaga? Chunki qisqa bo'lgandan keyin uni bo'lib bo'lmaydi. Ma'no tugal bo'lmay qoladi. Yoki bir-biriga bog'liq bo'lsa ham bo'lib bo'lmaydi. Masalan, nimani olib kelib turib, hadisni olib kelib turib, illa deb turib, illo kelgan bo'lsa, illani olib tashlasangiz, aslo bir-biriga bog'liq bu. Demak, gohida matn qisqa bo'lsa yoki ma'nolar bir-biriga bog'liq bo'lsa, o'zini qaytaradi. Hadisni o'zini bo'lmasdan, bo'lib zikr qilmaydi u paytda deyapti. U paytda bo'lib zikr qilmaydi, qaytaradi deyapti. Lekin mura'yan ma'azalika adama ikhlahi min fa'ida hadisiyya, hadisi biron bir foydadan xoli qoldirmaydi deyapti. Demak, uni bo'lishning imkoni yo'q, to'liq keltiradi, lekin hadisi bir foyda bo'ladi albatta.
كأن يريده عن شيخ سوى الذي أخرجه عنه قبل ذلك deyapti. Qarang. Boshqa shayxidan. Mana o'sha hadisni masalan 10 ta shayxdan eshitgan bo'lishi mumkin Imom Buxoriy. Bir marta rivoyat qilayotganda bir shayxidan rivoyat qiladi, ikkinchi joyda keltirganda ikkinchi shayxidan rivoyat qiladi albatta o'shani. Boshqa shayxidan rivoyat qiladi deyapti. Aw yuriduhu fi mawdi'in mawsulan wa fi mawdi'in mu'allaqa. Yoki gohida shu qisqa bo'lishni imkoni bo'lmagan yoki bir-biriga jumlalari bog'liq bo'lgan hadisni nima qiladi? Ikkita yerda zikr qilishga kelsa, bir yerda mavsul holatda zikr qiladi, ikkinchi joyda muallaq holatda. Demak, muallaqotlarni Imom Buxoriy zikr qilgan muallaqotlarning ayrimlari shu Imom Buxoriyning o'zida mavsul holatda zikr qilingan. Imom Buxoriyning o'zida boshqa yerda mavsul holatda zikr qilingan bo'ladi. Va yuriduhu taratan tamman va taratan mukhtasiratan ala tarafihi alladhi yuhtaju ilayhi fi zalika al-bab. Gohida esa hadisni to'liq keltiradi, gohida shu bobga taalluqli yeriga cheklanib zikr qiladi. Bu endi hadis uzun bo'lsa yoki bir-biriga bog'liq bo'lmasa, hadisni bo'lib shu zikr qiladi. فإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداهما بالأخرى فإنه يخرج كل جملة في باب مستقل فرارا من التطويل deyapti. Ammo matn bir qancha jumlalarni o'z ichiga olgan bo'lsa, ya'ni hadisda 3-4 ta jumla bir-biriga aloqasi yo'q bo'lgan ma'nodan boshqa ma'nolarga dalolat qiladigan jumlalardan iborat bo'lsa, la ta'alluqa li ihdahuma bil ukhra, birini ikkinchisiga aloqasi bo'lmasa ma'no jihatdan va har bitta jumlani o'zini alohida bobni ostida zikr qiladi, firoran min at-tatwil, shu kitob cho'zilib ketmasligi uchun deyapti. Va rubbama nashita fasaqahu bi tamamihi, gohida g'ayrat qilib nima qiladi? To'lig'i bilan zikr qiladi gohida deyapti. Ya'ni faqat o'sha joyga cheklanmasdan hadis bir-biriga aloqasi bo'lmagan jumlalardan iborat bo'lsa ham gohida g'ayrat qilsa nima qiladi deyapti? To'liq zikr qilishi mumkin deyapti. Hozir masalan shu yerda bitta misol keltiraman. Masalan, Kitabul Ilm kitobida Imom Buxoriy 16-bobda babu ma zukira fi dhahabi Musa fil bahri ila al-Khadir va qawlihi ta'ala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Mana shu bob Musa alayhissalomning dengiz bo'ylab Xizrning huzuriga borganlari zikri degan bob. Shu bobda ostida e'tibor bering hozir sanatga. Keltirgan hadisi haddathana Muhammad ibn Ghurayr az-Zuhri قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب الزهري أنه حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خضر. uzun hadis. Xo'p, mana shu hadis 16-bobda zikr qilinayotgan bo'lsa, kitob ilm kitobida 19-hadisda 19-bobda shu hadis takrorlaganlar. 19-bobda shu hadis takrorlab ilm talabida yo'lga chiqish haqida deb o'sha Jabir radhiyallohu anhuni yuqorida aytgan Rohala Jabir ibn Abdullah deb muallaqotni keltirib, keyin ostida yuqoridagi hadisni keltiradi. Zikr qilgan hadisni. Lekin e'tibor bering, bu yoqda ustozi kim edilar? Haddathana Muhammad ibn Ghurayr az-Zuhri, Imom Buxoriyning ustozlari sanatdagi. Lekin bu yerda haddathana Abul Qasim Khalid ibn Khali. Qala haddathana Muhammad ibn Harb. Qala al-Awza'i akhbarana az-Zuhri dedi. Zuhridan keyin an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud an ibn Abbas deb turib, Zuhridan keyingi isnod bir xil. Lekin Zuhrigacha bo'lgan isnod boshqa bo'lyapti. To'g'ri bilyapsizmi? Demak, mana shu hadis davomida an ibn Abbas deb turib, annahu tamara huwa wal Hurr ibn Qays ibn Hisn al-Fazari o'sha hadis. Lekin sanatga e'tibor bersangiz, bu yerda boshqa ustozdan rivoyat qildi. Xullas Ibn Shihab Zuhri rahimahullohni avvalgi nimada Solih degan shogird rivoyat qilyapti. Bunisida Imom Avza'i Zuhridan rivoyat qilyapti. Avza'i Zuhridan rivoyat qilyapti va Imom Buxoriyning ustozlari ham Zuhrigacha boshqa shayxlar va hokazo. Mana shunga o'xshash, demak, mabodo o'sha hadisni takrorlasa ham, endi buni g'oliban arabchasini o'qimasdan to'g'ri o'zbekchasini o'qiydiganlar tarjimasini Ibn Abbos deb turib to'g'ri nimadan qilib ketgan, qisqartirib Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi deydi. Bu birinchi hadisdan, ikkinchi hadis Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Nimasiga takrorlab deb o'ylashingiz mumkin. Gohida bitta hadisni, mana bu boshqa boblarning ostida keltirgan bo'lsa, bitta hadisni bitta bobda ostida zikr qiladi. Bir necha marta takrorlaydi, qayta. Lekin e'tibor bering, yo sanatga e'tibor bering, yo lafzlarga e'tibor bering, albatta farq topasiz. Hech qachon, ya'ni kamdan kam bitta lafz bitta sanat bilan keltirgan bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, bu yog'ini keyingi darsga qoldiraylik. Shartul Imom Buxoriy keyingi darsga qoldiramiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va natubu ilayk.